Qur'onda yoki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida qanday buyruqlar, ko'rsatmalar bo'lsa, yoki qanday qaytaruvlar bo'lsa, bularni musulmon kishi bajarishligi shart bo'ladi. Endi savol, shu ko'rsatmalarni bajarishlikdan maqsad nima? Jannat deymiz, qiyomatda sharmanda bo'lmaslik deymiz. Maqsadlarning maqsadi, g'oyalarning g'oyasi Alloh taoloning diydorini ko'rishlik. Niyatimizni boshdan to'g'ri qo'yaylikki, maqsadimiz jannatga kirish emas. Alloh taoloning diydorini ko'rgandan keyin jannatiylar u jannatdagi ne'matlarni hammasini unutishadi. U ham maxluq jannatdan. Salamun qawlan min robbir rohim. Jannatiylar shunday bir jannatdagi ne'matlarga ko'milib rohatlanib turganida Parvardigorini yuzini ko'radi ular deydi. Allohning yuzini ko'rishlik maqsad. Maqsadimiz eng oxirgisi oliysi shu.